Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi 36 ga 11 joyimiz tayyor bo'ldi. Uzunligi 36 metr, eniga 11 joyimiz. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Uy tomlari, mini stadionlar, molxonalar, navislar, barcha materiallar o'zimizdan qurib bitkazib beramiz. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Materialga keladigan bo'lsak, konteyner profili. Reykamiz orasi 65 sm dan firmamiz orasi esa 125 sm dan bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu ishimiz Samarqand viloyatida, Urgut tumanida bo'lyapti. Har qanday o'lchamdagi zdaniyalar, molxonalar, skalatlar, uy tomlarini yasab o'rnatib beramiz. Bu tomon esa konvert holatida bo'lgan tunuka qatirish jarayoni. Pastdan ko'rinish holatlari. Fronton tomoni tunuka bilan qatirilgan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.